Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu sog'lom oziqlanish to'g'risida degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada bu sog'lom oziqlanish degan zoti qandaq oziqlanish yoki sog'lom oziqlanishningki konkret ma'nosi nima? Qandaq qilgan vaqtida biz sog'lom oziqlana olamiz? Agar sog'lom oziqlanmagan vaqtida qandaq oqibatlar kelib chiqishi mumkin degan mazmun to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Buning asosli sababi shu qarindoshlarniki kundalik hayotida qandaq qilgan vaqtida o'ziniki sog'lomligiga kafolat qilishga oz-to'la foydali bir uchurlarni yetkazish tuvanda diqqatinglar bu leksiyaniki tafsilotida bo'lsin. Sağlam oziqlanish degan vaqtida ko'pincha kishilar nima yeyish, nima yemaslik va nimani ko'p yeb, nimani oz yeyish yoki yemaslikni ko'z oldiga keltirishi mumkin. Amaliyotda bu sog'lom oziqlanish degan vaqtida u yolg'iz nima yeb, nima yemaslik yoki nimani ko'p yeb, nimani oz yeyish masalasila bo'lmasdan balki eng muhimi hem yemekliklerini beden ihtiyaciga qarab muvafiq iste'mol qilish hem shundaqla yemeklikler orasidagi tangpungliqqa alohida ahamiyat berish demakdir. Bundaqda bu sog'lom oziqlanish deganda zodi qandaq oziqlanish yoki biz zodi qandaq oziqlangan vaqtida andin sog'lom oziqlangan bo'lamiz degan vaqtida bu masalaga javob berish uchun oldi bilan badan ehtiyojliq bo'lgan oziqliq moddalar va badanning ularga qanchalik ehtiyojli ekanligi bilan tanishib o'tishimizga to'g'ri keldi. Beden ehtiyojliq bo'lgan oziqliq moddalar. Hamda biz normalda bedenimiz ehtiyojliq bo'lgan har xil oziqliq moddalarni ularning bedenimizga energiya ta'minlamasligiga qarab ikki cho'ng turga ayıramiz. Uning birinchisi bedenni energiya bilan ta'minlaydigan oziqliq moddalar, yana birisi bedenni energiya bilan ta'minlamaydigan oziqliq moddalar. Hamda bedenni energiya bilan ta'minlaydigan oziqliq moddalar degan vaqtida asosliqi may, oqsil va karbon suv birikmasi, ya'ni shakarni ko'rsatadi. Undaqda ularningki oziqliq manbasi, ya'ni yemek-ichmek manbasi nima degan vaqtida mayning asosliq manbasi hayvon va o'simlik maylari. Oqsilning asosliq yemeklik manbasi nima degan vaqtida oqsilning asosliq yemeklik manbasi tuxumning iqi, süt, go'sht qatorliq barliq hayvon mahsulotlari va purchoq mahsulotlari. Endi karbon suv birikmasi yoki shakarning yemeklik manbasi nima degan vaqtida bug'doy, guruch, qo'noq, har xil yalimish, saykuktat va shakar, asal, novat, qand qatorliq har xil tatliq yemekliklar. Endi badanni energiya bilan ta'minlamaydigan moddalar nimalar degan vaqtida uning birinchisi suv, ikkinchisi talolar, uchinchisi har xil vitamin va mineral moddalar. Undaqda ularniki manbasi nima degan vaqtida suv yoki usuzliqning manbasi albatta suv va suyuqliq tarkibi bo'lgan har qandaq yemeklik, saykuktat, yelimish degandek har qandaq tarkibida suyuq bo'lgan har qandaq yemeklik bu suv usuzliqninki oziqliq manbasi hisoblanadi. Hamda talolar, ya'ni fayba degan vaqtida bug'doy, guruch, qo'noq, har xil yalimish, saykuktatlar shu talolarniki oziqliq manbasi hisoblanadi. Har xil vitaminlar va mineral moddalar degan vaqtida uninki oziqliq yemeklik manbasi nima degan vaqtida tuxum, süt, go'sht qatorliq har xil hayvon mahsulotlari, har xil saykuktat va
yelemişler. Hem de mineral maddenin içinde bu natriy bilen xlorniki asosli manbasi biz tomoq etishda ishlatgan tuz. Mana bular bizningki badanimiz ehtiyojli bo'lgan ozuqlik moddalarniki turlari va uning yemaklik manbasi. Hamda bu odam badanininki kundalik energiyaga bo'lgan ehtiyoji qandoq, ya'ni biz kunda qanchalik energiyaga ehtiyojliq degan vaqtimizda e, bu odam badanining energiyaga bo'lgan ehtiyoji e, e, yoshning cho'ng kichikligiga, badan ig'irligiga va jinsi farqiga qarab o'xshash bo'lmaydi. Bu vaqtlarning va o'sib yetilayotgan bolalarning kundalik energiyaga bo'lgan ehtiyoji nisbatan yuqori bo'ldi. Ular erishgan energiya hem kundalik harakat ehtiyojini hem badanning o'sib yetilish ehtiyojini qondirishi kerak. Jismoniy emgak bilan shug'ullanayotgan kishilarniki kundalik energiyaga bo'lgan ehtiyoji nisbatan yuqori bo'ladi. Mutlaq ko'p sondagi balog'atga yetgan kishilar kunda taxminan 1800 kilokaloriya bilan 2200 kilokaloriya energiyaga ehtiyojli bo'lib, erlarning energiyaga bo'lgan ehtiyoji ayollardan sal yuqori bo'ladi. Anandan keyin biz ehtiyojli bo'lgan bu energiyalarga tarkibida oqsil, may va shakar bor bo'lgan yemakliklarni iste'mol qilish orqali erisha olamiz. Undaqda badanning oqsil, may va shakarga bo'lgan kundalik ehtiyoji qandoq yoki biz kuniga qanchalik oqsil, may va shakarga ehtiyojliq deganda, badanning oqsil, may va shakarga bo'lgan ehtiyoji yoshning cho'ng kichikligiga, jinsiga va badan ig'irligiga qarab farqli bo'ladi. Odatda balog'atga yetgan ayol kuniga 46 gram, er 56 gram oqsilga ehtiyojli. Balog'atga yetgan bir odam, mayli ayol olsun yoki er olsun, taxminan kuniga 44 gramdan 77 gram mayga ehtiyojli. Balog'atga yetgan ayol kuniga 24 gram, er 36 gram shakarga ehtiyojli. Mana bular bizningki badanimizning fiziologiyalik ehtiyojini qondirish uchun kerak bo'lgan oqsil, may va shakarning kundalik miqdori. Albatta, biz normalda buningdan ko'p oqsil, may, shakar iste'mol qilishimiz mumkin. Badan ehtiyojidan ortiq bo'lgan qismi bizni semirtishga va shu sababdan semizlik bilan munosabatlik ba'zi kasalliklarning paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Undaqda badanning suvga bo'lgan kundalik ehtiyoji qanday bo'ldi degan vaqtida, badanning suvga bo'lgan ehtiyoji yoshning cho'ng kichikligi, badan ig'irligi, havoning issiq sovuqligi va ter sudukning oz ko'pligiga qarab farqli bo'ladi. Normalda balog'atga yetgan bir odam kuniga 2,5 litrdan 3,5 litr suv yoki usuzliq ehtiyojli. Bu yerda suv yoki usuzliq degan vaqtida mushu biz ichgan suvdan boshqa choy, sho'rpa, suyuqosh va yalimish ko'ktatlarning tarkibidagi har qanday bir suyuqlik qismining hammini o'z ichiga oladi. Bu vaqtda men oldin qitim so'zlagan mushu suv va tuzningki tangpongligi degan leksiyada tafsili to'xtalgan edim. Men bu yerda qayta to'xtalmayman. Agar qiziqadigan qarindoshlar bo'lib qolsa, shu leksiyani ko'rib baqsa bo'ladi. Badanning talog'i bo'lgan kundalik ehtiyoji, ya'ni fiberga bo'lgan ehtiyoji qandoq degan vaqtida, badanning talog'i bo'lgan ehtiyoji yoshning cho'ng kichikligi, jinsiga qarab farqli bo'ladi. Normalda balog'atga yetgan erlar kuniga 30 gramdan 38 gram talog'i, balog'atga yetgan ayollar 21 gramdan 25 gram talog'i ehtiyojli. Ya'ni fiber, inglizcha fiber
deydi mushu yel yemişlarniki va bug'doy qo'noqniki qasriqidagi mushu taloliq qismini ko'zda tutadi. Ammo yuqorida o'tgandagidek mushu odam badanini energiya bilan ta'minlamaydigan moddalar ichida ya'ni suv, havodan boshqa muhim bo'lg'ini birisi vitamin, birisi mineral modda, yana birisi talolar. Undaqda odam badanining vitaminga bo'lgan kundalik ehtiyoji qanday bo'ldi degan vaqtida o'xshamagan vitaminlarniki kundalik ehtiyoji farqli. Masalan, vitamin odam badanining kundalik vitamin A'ga bo'lgan ehtiyoji faqat 900 mikrogrammdan 1300 mikrogrammgacha yoki bo'lmasa 0,9 milligramdan 1,3 milligrammgacha bo'ladi. Vitamin B1'ninki 1,2'dan 1,5 milligram, vitamin B2'ning 0,dan 1,6 milligram. Bularni bizningki hammani esimizda tutib, hisoblab iste'mol qilishimizniki hech qanday zaruriyat yo'q. Men bu yerda bularni o'tir qo'yishimninki asosli sababi bizning vitaminlarga bo'lgan ehtiyojimiz nihoyatda tuvan. Shunglashqa bu yerda biz normal tamoq tanlamay har xil ozuqliqlarni tangpung iste'mol qilgan vaqtimizda bizning badanimizda osonlikcha vitamin kamlik kelib chiqmaydi. Ya'ni demoqchimanki, bizningki vitaminga bo'lgan kundalik ehtiyojimiz nihoyatda tuvan. Vitaminlar garchi nihoyatda muhim bo'lsa-mu, agar biz tamoq tanlamay tamoqninki, ya'ni ozuqliqning tangpungligiga diqqat qilsak, bizniki uning sirtida alohida vitamin dorilarini iste'mol qilishga hech qanday ehtiyojimiz yo'q deganni tushuntirish uchun men bu yerda odam badanining vitaminga bo'lgan kundalik ehtiyojiniki miqdorini qarindoshlar bilan o'rtoqlashib chiqdim. Ya'ni bu sonlarni biz esimizda saqlashniki shu bo'yicha hisoblab iste'mol qilishimizning hech qanday zaruriyati yo'q. Faqatla biz tamoq, ya'ni yemakliklarniki tangpungligiga diqqat qilsak, kunda muvofiq miqdorda go'sht, go'sht yoki boshqa yemakliklar, yalimish, ko'ktatlarni tangpunglashtirib muvofiq iste'mol qilsak, bu vitaminlar kamlik kelib chiqmaydi deganni tushuntirish uchun bu sonliq ma'lumotlarni qarindoshlar bilan o'rtoqlashib chiqdim. Endi bu odam badaniniki mineral moddalarga bo'lgan kundalik ehtiyoj qanday bo'ldi degan vaqtida ko'rayotganinglardagidek mayli kalsiy bo'lsin, mayli natriy bo'lsin, kaliy, magniy, bularning hammasi odam badanida nihoyatda muhim bo'lgan, ya'ni mayli bizning hayotligimiz yoki sog'lomligimiz uchun nihoyatda zarur bo'lgan moddalar bo'lib, ularniki badanning kundalik ularga bo'lgan ehtiyoji nihoyatda oz. Masalan, kalsiyniki kundalik badanimizning kalsiyga bo'lgan ehtiyoji aran 1 gram, natriyning taxminan 1,5 gram, kaliyning 4-7 gram, magniyning 310 milligram, to'mirning 8 milligram, zinkning 11 milligram. Ya'ni demoqchimanki, biz bu yerda bu moddalarni, ya'ni odam badanining bu moddalarga bo'lgan kundalik ehtiyojini esimizda saqlab, hisoblab, shu bo'yicha yeyishimizning hojati yo'q. Faqat biz yuqorida men o'tgandek ozuqliq tangpungligiga diqqat qilsak, tamoq tanlamasak, har xil yemakliklarni muvofiq iste'mol qilsak, odam badani ehtiyojli bo'lgan mineral moddalar badanimizda osonlikcha kam bo'lmaydi. Albatta, kam bo'lib qolsa, bu yerda yolg'iz iste'mol qilgan moddalarniki yetarli bo'lmasligidan emas, balki badanimiz bo'lib uchayninki qabul qilish iqtidorining nachar bo'lganlik sababidanmi bo'lishi mumkin. Bu taq omil bilan emas, ko'p xil omillar bilan munosabatlik. Bu yerda men bugun bu leksiyada faqatla shu ozuqliq to'g'risida so'zlagan bo'lganligimiz uchun bu moddalar, mayli mineral modda bo'lsin yoki mayli vitamin bo'lsin va yoki boshqa ozuqliq moddalarning badanda kam bo'lishidan saqlanish uchun biz ozuqliqning tangpungligiga alohida diqqat qilishimiz kerak
deganni tushuntirish uchun bu sonliq ma'lumotlarni sizlar bilan o'rtoqlashdim. Endi bu sağlam ozuqlanish zodi qandaq ozuqlanish degan vaqtida endi o'xshamagan mutaxassislarniki ba'zi farqli takliflari bor. Endi biz agar Google'dan izlab baksak ko'pinchimizning ko'z oldiga keldigani shu ozuqliq piramidasi. Buningmi bumu bir o'zgarmas narsa emas. O'xshamagan davrlarda o'xshamagan kishilar tuzib chiqqan bu ozuqliq piramidasida ba'zi farqlar bor. Men bu yerda faqatla shu Harvard universiteti tuzib chiqqan shu sağlam ozuqlanishniki rasmlik tushuntirishni qarindoshlar bilan o'rtoqlashib chiqdim. Bu rasmda ko'rganinglardagidek, endi mush kundalik ozuqlikning tarkibida eng ko'p miqdorni egallaydigani sayko'ktat, uningdan qilib qolsa, anandan keyin mushu bug'doy qo'noq guruch degan tomoqlar, anandan keyin uning bilan barobar o'rinda turdigani mushu oqsil degani asosliqi go'sht, ya'ni eng yaxshisi maysiz go'sht, anandan keyin sut, anandan keyin purchoq tavalligidagi o'simliklar, anandan keyin mushu dengiz mahsulotlari, bular mushu bizni oqsil bilan ta'minlaydigan asosliq manba. Uningdan keyin qilib qolsa mushu qizil ranglik ya'ni yelimishlar, bu nisbatan azroq iste'mol qilish kerak. Chunki buning tarkibida yuqori miqdorda shakar bo'lganligi uchun odamni oson semirtib qo'yishi mumkin. Undan boshqa eng muhim bo'lgani shu may, tomoq etadigan may, anandan keyin suv. Bu bo'libmi bak suv biz yetarlik iste'mol qilishga ehtiyojliq. May degan vaqtimizdami asosliqi shu o'simlik mi, hayvon mi emas, o'simlik mi nisbatan sog'lom deb qaralgan. Bu shu Harvard universitetiniki sog'lom ozuqlanishga bo'lgan bergan taklifi. Endi oxirida men shu sog'lom ozuqlanish degan zot qandaq ozuqlanish yoki qandaq ozuqlansak sog'lom ozuqlangan bo'lamiz deganga bir xulosa sifatida men tuvandikilarni yakunlab chiqdim. Sog'lom ozuqlanish uchun tuvandikilarga alohida diqqat qilishimiz kerak. Birinchisi, tarkibida oqsil ko'p bo'lgan yemekliklarni yetarli iste'mol qilishimiz kerak. Masalan, purchoq mahsulotlari, sut, tuxumning iqi, o'riq go'sht, dengiz mahsulotlari degandeklar. Bular bizni badanimizni oqsil bilan ta'minlaydigan asosliq ozuqliq moddalar bo'lib, biz cho'qim kunda yetarli oqsilga erishishimiz kerak. Bu sog'lom ozuqlanishda eng muhim bo'lgan masala. İkincisi, tarkibida may va shakar ko'p bo'lgan yemekliklarni kontrol qilish yoki oz iste'mol qilish kerak. Albatta men iste'mol qilmaslik kerak demayman, chunki bu yerda bu may bo'lsin, shakar bo'lsin, odam badani ehtiyojli bo'lgan zarur moddalar, cho'qim iste'mol qilish kerak, lekin kontrol qilib oz iste'mol qilish yoki muvofiq iste'mol qilish kerak. Bu sog'lom ozuqlanishda muhim bo'lgan ikkinchi masala. Masalan, har xil may bo'libmi hayvon miyi, semiz go'sht, un yemeklarini va har xil tatliq yemekliklarni kontrol qilish yoki oz iste'mol qilish. Hargizmi butunlay iste'mol qilmaslik emas, balki muvofiq iste'mol qilish, kontrol qilib iste'mol qilish. Anandan keyin to'yingan may va biriktirilgan may, ya'ni trans fat degandek maylarni amal bor iste'mol qilmaslik kerak. Uchinchisi, har xil vitamin va talalar mo'l bo'lgan yemekliklarni yetarli iste'mol qilish. Masalan, har xil sayko'ktat bo'libmi tatliq bo'lmagan ko'ktatlarni yetarli iste'mol qilish, hayvon mahsulotlari va yelimishlarni muvofiq iste'mol qilish. To'rtinchisi, tuz va har xil ta'm tangshug'ichlarni
kontrol qilish yoki amal va oz iste'mol qilish kerak. Beshinchisi, kalsiy qatorliq har xil mineral moddalar mo'l yemakliklarni yetarli iste'mol qilish kerak. Oltinchisi, suvni yetarli iste'mol qilish kerak. Yettinchisi, uzun muddat saqlag'ili bo'ladigan va tabiiy bo'lmagan yemakliklarni oz iste'mol qilish yoki iste'mol qilmaslik kerak. Mana bular shu sog'lom oziqlanishniki konkret mazmun va talablari. Agar mushularga alohida diqqat qilsak, biz sog'lom oziqlangan bo'lamiz. Bugungi bu sog'lom oziqlanish to'g'risidagi leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarningki diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Oxirisi ta'kidlab o'tadiganim, sog'lom oziqlanish deganda hargiz nima yeb, nima yeyish emas, odam badani ehtiyoji bo'lgan barliq oziqliqlarni, yemakliklarni iste'mol qilish, ammo muvofiq iste'mol qilish, kontrol qilib iste'mol qilish, ularning orasidagi tangpungliqlarga alohida e'tibor berish. Mana bu sog'lom oziqlanishniki asosliq mazmuni. Oxirida hammanglarning salomatligi salomat bo'lishinglarni tilayman. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xeyr xo'sh. Xudoga omonat.